Bilim Box. Assalomu alaykum hammaga. Biz bugun Imom al-Buxoriyning hayot yo'lini o'rganamiz. Avvalambor, siz hadis deganda nimani tasavvur qilasiz? Bir hikoya, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotidan lavha yoki shunchaki diniy matnmi? Ammo tarixda bir inson bor ediki, u hadisni ilmiy mezonlar asosida tahlil qilib, dunyoga eng ishonchli hadislar to'plamini hadya etdi. U Imom al-Buxoriy edi. Imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. Otasi Ismoil hadis olimi bo'lgan va halol rizq bilan yashagan. Imom Buxoriy bolaligidan otasining ilmiga qiziqqan, ammo u hali kichik yoshda bo'lganida otasi vafot etdi. Uni onasi tarbiya qiladi. Onasi juda dindor, aql zakovatli ayol bo'lgan. Bir kuni yosh Buxoriy ko'zidan aziyat chekadi. U hatto ko'rmay qoladi. Onasi tunlar bedor bo'lib duolar qiladi. Oradan vaqt o'tib Alloh duoni qabul qiladi. Buxoriy ko'rish qobiliyatiga qaytadi. Buxoriy 7 yoshida Qur'onni yod oladi. 10 yoshda hadislarni yodlaydi. 16 yoshda u onasi va akasi bilan hajga boradi. Hajdan so'ng ular vataniga qaytadi. Ammo Buxoriy qoladi. Makkada qolib u ilm izlaydi. Shundan so'ng u 40 yildan ortiq vaqt davomida islom dunyosini kezadi. Hijoz, Misr, Shom, Bag'dod, Basra, Kufa, Ray, Marv, Nishapur va boshqa yerlar. U 600 mingdan ortiq hadislarni eshitadi, yodlaydi va tahlil qiladi. Lekin u faqat sahih, ya'ni ishonchli hadislarni tanlab oladi. Buxoriy hadisni oddiy eshitib yozib olmaydi. U hadisni har bir sanadini, isnodi, rivoyat zanjirini tekshiradi. U odamlarning xotirasi, xulqi, halolligi va hayoti haqida ma'lumot yig'adi. Masalan, agar zanjirdagi bir shaxs bir hadis rivoyat qilgan bo'lsa, Buxoriy u odamni shaxsan ko'radi yoki u haqida sahih ma'lumot topmaguncha hadisni yozmaydi. Bunday chuqur ilmiy tahlil natijasida dunyoning eng mashhur hadis to'plami yaratiladi. Bu Al-Jami as-Sahih, ya'ni Sahih al-Buxoriy. Bu asar Qur'on kitobidan keyin eng ishonchli diniy manba sifatida e'tirof etiladi. Har qanday buyuk inson kabi Buxoriy ham hasad, tuhmat, qarshi va qarshiliklarga duch keladi. Nishapurda ham uni olqishlashadi, ham ba'zilar unga qarshi chiqadi. Samarqandga qaytmoqchi bo'ladi, lekin yo'lda Hartang qishlog'iga keladi. U yerda u jismonan zaiflashadi. Bunga qaramay u hadis o'qitishdan to'xtamaydi. Imom al-Buxoriy 870-yil Ramazon oyida 60 yoshda vafot etadi. U Hartangda dafn etiladi. Bugungi kunda bu joy ziyoratgohga aylangan. Uning sahih hadislariga bugungi kungacha butun islom olami amal qiladi. U musulmonlar uchun ilmiy halollik, sabr, izlanish va xolislik ramzidir. U kishining hayoti bizga shuni ko'rsatadiki, haqqoniy ilm sabr, mehnat, halollik, ilohiy ilhom bilan barpo bo'ladi. Har bir musulmon, ayniqsa o'zbeklar, bu buyuk zotni chuqur tanishi kerak. Chunki u bizning yurtdoshimiz, ilm timsoli. Imom al-Buxoriy haqida qanday faktlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.